Akfachi bolalar yana o'z mijozlarini xursand qilishda davom etmoqda. Nimagaki ushbu xonadonimizga polning romlarini shaxsan Akfachi bola qo'yib bergan. Ushbu romimizni ham ko'rsatib bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqqan, beshlik holatda. Kiraverishimizda termo ishi bo'lgan. Termo ishiga ham отдельно baho berib o'tib ketasizlar bitta. Ushbu romimiz bilan bu romimiz bir xil bo'ladi. Undan tashqari ichkarilarda ham yana romlar bor. Har bitta oynamizga shunaqa mexanizm qo'yib berganmiz, nimagaki havo aylanib turishi uchun. Agarda sizlarning ham xonadoninglardagi shunaqa sifatli romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Akfachi bolalarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Undan tashqari bizda usluga xizmatlarimiz ham mavjud. Usluga xizmatlarimiz qanaqa bo'ladi? Siz uyingizda zinkani almashtirish kerak yoki ruchkalaringizni almashtirish kerak bo'lsa, bemalol o'zimiz borib qilib beramiz. Bu ishigimizdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Rezinkalar juda mana shunaqa sifatli rezinkalar qo'yilgan. Agarda sizlarning ham uyingizga shunaqa sifatli ishinglar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, podval qismiga ham shunaqa ishlardan qo'yib berganmiz. Bu ishigimizni baho berib o'tib ketinglar bitta. Agarda sizlarning ham shunaqa ishinglar qiziqtirsa yoki romlar qiziqtirsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiraman. Bu yoq kotol xizmatimizga, kotol xonasiga ko'rayotgan bo'lsanglar, ovoz chiqarmaydigan cho'tki rezinkalardan qo'yilgan. Bemalol bitta baho berib o'tib ketasizlar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Men pastda yana bitta nomer qoldiraman. Aloqaga chiqsanglar, Akfachi bolalar doim sizlarni mamnun qilishda davom etadi.